Biroz avval bitta mijozimiz xarid qildilar. Latatronga nomerlarni yozib tashladi. Har payshanba mana shunaqa sovg'a beramiz, oyoq kiyimdan desam, ikkinchisini ham tanlab ketdilar-da. Xudo xolisa aniq menga chiqadi bu safarimiz keyingi safarda. Ikkinchisini ham tanlab ketdilar. Sizlar ham kelasizlar, bitta mahsulotni olasizlar. Har hafta, ya'ni haftaning har payshanba kuni Latatronimizdan bitta g'olibimizni aniqlaymiz va bepulga oyoq kiyim beramiz. Omadinglar kelib qolsa, sizlarga ham bitta oyoq kiyim puliga ikkita bo'ladi. Oyoq kiyimlardan ko'rib turibsizlar, assortiment. Mana taka tekis maza qilib yuraman deydigan mijozlarimizga, yo Yeva podosh kerak deydigan, yo skromniy oyoq kiyim to'ppoylarga deydigan akalarimizga ham makasimalarning har xillaridan bor. Krossovkalarimizdan ham assortimentlarimiz yetarli. Mana bunaqa dvoykalar bilan, korishniy luklar bilan kiyish uchun qaranglar. Havoni cho'tib o'tkazadigan krossovka modellarimiz, ranglari, mana qaranglar. Nima deydi? Yozgi kunida qora oyoq kiyim kiymayman, issiq tortadi deydigan mijozlarimiz uchun ochiq svet oyoq kiyimlarimizdan ham mana olib chiqib qo'yganmiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa razmerlardan muammo yo'q. Kelib bemalol xarid qilib, ikkinchisini bepulga inshaalloh olib ketsanglar bo'ladi.